Garip Sayat namlıq əsərdəki birinci numaralı Sahib Cemal Zadi kim o? Bu filmimizi qarib etinlər. Muşu toşqan cinke, qaranlama ərtiske. Bu ərtistin ismini bildiğanlar Pinglunçu bir Pinglun qıb etinlər. Bu artist 1963 yıl doğulduğu. Mening dadamdımı bir yaş çoğunke. Qaranglar ki, ma Hüsn Jamali, ma Çırayı, ma şunsaysiga. Ma film 2023 yılı 12 ayının 26 Merkezi Televizyon Stansiyonu elastik eser to'g'risida bir programmada mana shunday suratga ilinibdi. Naq 60 yaş vaqti. 60 yaş kirgan xotin mashtavlamda dimsem bu Toshqanjin Garip Sayat namli asarda Tangsunning gücünü yeb salgan. Şunun için qeyrimğamiki deb o'ylayman. Sizlar mashta o'yladinglarmi? Menda cho'ylik rejissor bo'l ko'mgan vaqtda Tangsunning gücünü g'achchilib ishlab yuvagan bo'lishi mumkin deyman. Voy Toshqanjin, jin degan bundaq go'zal bo'lsin. Mo'ng chaplashib qolsin bo'ptikina bu jina. Ay shu. Qaranglar, bu artistmi hem rollasa, hem naqshesa, usulning o'zi o'ynasa, yeni qeyrimay mashtaq tursa, haqiqatan kamolatga yetibdi. Garip Sayat namli asarning bundaq muvaffaqiyatga chiqishimi Yangi Davyanning rolchilarni night astoydillik bilan, inchiklik bilan tanlashidan qat'iy orib qarg'ilmaydi. Yangi Davyan bu Toshqanjinni tanlashdimi, bu vaqtimizda bir jurnalning teshida buning rasmini ko'rib qolganda, bu asli bir milliycha naqsh usul o'ynaydigan bir san'atchi qiz ekan. Hem de o vakitte şu taraf kovastır gez jurnal olan ki şu jurnaldan gördü de şunu olan bu vakti yardımcı davlenge derhal maş kız olan tepkel bu yüzümüne çıraylık ya bu Toshqanjinning uruluğu maş çıksın boğudek maş Melik'nin uruluğu adap ekildi. Ekegenden keyin bununki ahvallarını tunuşkandan keyin bunun hem usul oynap hem milliyetçi naqshlarını etip kılalarını olsa ne usul ki ne tepdimiz baş rolcunun usul ki bu dep bunu nait hoşallık bilen teklif tanlagan. Oylamgan yedim bu rolni taz yaxshi alamagan. Nimishqa? Çünkü sahne usul oynap naqsh etish bilan ekranning oldida, jingtonning oldida obraz yaratishning ikkisining chiqish keldigini anoniki his qilgan bu rolchi uchun nurg'un jihatda qiynalgan. Ekran qandaq yuzlanish, uning ustiga bu vaqtda Garip Sayat rejissyorlar guruhida bir darlo apparat bor. Hozirgidek 3-4 yerni apparat qo'yib qatirabdan qaz chirar shuni ishiltirgan ish yo'q. Shundan bilan qayt olgan nechiqatin yig'lab ketgan. Ama filmni anlap baksanlar buludu. Yangi Davyanning astoydiligi bilan qayta buni o'g'itish bilan eng oxirgi bu rol haqiqatan tegishsiz darajada, haqiqatan tillarda daston bo'g'idek ajoyib isil yaxshi chiqib ketgan. Bu Toshqanjinga biz erlamas, ayollarni havaslanib qarg'idek darajada mushundaq bir obraz yaratilgan. Shuning uchun meningki oldingi bir sonda degan Garip Sayat namli asardagi Sahib Cemallar tarkibini xato deb ko'ptimay qaranglar. Kapılmanlar, beni keçirirler, menden üşüktü, ben uqmay qeptim ama ayalını. Asli Garip Sayat namlıq əsərdəki birinci dərdilik Sahib Cemal, kendisi Sahib Cemal, naqmaş Toshqanjinke. Bunda ise Garip Sayat namlıq əsərdəki en kirişken personaj Zadi kimdir? Maş Toshqanjinning yüzünde dostuna bir güvenlik varsanlar, yakın diyak anılgan sizler, maş fırsız 100 mingdan aşmasa Uygurca jibo qığıl koymay vatıdı. Uygurcha jopinni mi barbara qığıl koymay qamlıson. Muş qiyinchilikqa bir yordam qilganinglar olib qolsin. Men bir güvenjuk qilib deb bir yurak birib anondan keyin anlasanglar bir o'tinib qalay xalqim bir o'tinay sizlardan. Davomli meni güvenjuk qilib pinsa 200 mingga chiqib ketsa ikkisini deb beraman. Birinchisi Shosning atkishi Zod nimba, haqiqiy nimbaligini deb beraman. Ikkinchisi Tangsunning o'qigan chambarak absurning mazmun nima. Mujnim deb beraman. Pinsa 200 mingga chiqsa. 200 mingga chiqamiz sizlarcha. Çıkıdı. Sizlerle güvenlik olsanlar çok mutlu. Rahmet.